Assalamu alaykum qadrdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. O'zingizlarga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz qizi va Shahzod Osim. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущий блока новостей Шахзад Асым и Шахниза Азиз Кызы. Здесь делают честные новости. 19 декабря текущего года в Республиканском доме дружбы прошло отчетное собрание Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Модератором выступил Шаймардан Усаинович Нурумов. После своего доклада он объявил, что покидает должность председателя. Шаймардан Усаинович предложил в качестве своего преемника назначить главу Высшего совета Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Долкунтая Абдулхалила. Предложение было принято с участниками собрания единогласно. А на место Долкунтая Абдулхалила в Высшем совете Республиканского этнокультурного центра была предложена кандидатура Ершата Асматова, редактора общественно-политической газеты «Уйгур-Авазы». Подавляющее большинство участников также поддержали это решение. Шаймардан Усаинович Нурумов стал почетным председателем Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Bir yıl mobaynida bizniki mana qisib yozgan abaqqa hisobatim 67 bet bo'ldi. Buni aldığında bizniki Astanaga avatsak, Қазақстан Халq Ассамблеясының секретариаты, Омский Министерство информации и общественного развития. Deymiz. Bular bizning abaqqa hisobotimizni ko'rib, Qozog'istondagi hamma abaqqa etnik madaniyat markazlariga avatibdi. Avatdi o'zim ko'rdim. Ulgur etdilar. Ulga. Mandaq bo'lish kerak, mandaq ishlash kerak. Bu albatta bizniki markazning qandaq darajada ishlayotganining bir isboti. O'ylaymanki, islom durustlar u bir odamning, ikki odamning ishi emas. Bizniki 14 viloyat hamda bizniki filiallarimiz bor. Uyg'urlar zich joylashgan rayonlarda, nahiyalarda o'zimizniki filiallarimiz bor. Ani shu her bir bizning aktivistniki, shuniki bu o'z ulushi qo'shganning natijasi bo'layotgan. Her bir bizning filiallarniki, markazniki, bizdeki boshqarma a'zolarining muvaffaqiyatli ishining aqsida bo'layotgan boshqa cho'ng natija. Mana endi meniki bugun endi kattim desam durust bo'lmas. Endi o'zimning o'rnimni, yoki manga topshirilgan o'rnimni, raislikni belki Dolquntayga o'zimizdagi ustanimiz bo'yicha Ali Kengaş'ni bu Dolquntay'da uni belki dünyadaki bir tal gazetdedir, dünyadaki bir tal gazetdeki baş redaktörü Erşat Mollaxonning o'g'li Asmatovga o'tkazib berishimiz bu tabiiy narsa. Hozir endi prezidentimizniki siyosati bo'lsin, yoki hamma yerda preemstvimiz bor, amalarga yoshlashtirish deganlik siyosat bor, yoshlarni ishlash kerak. Va 11 yil bo'ldi mana shu raislikda, 11 yil. Biroq o'sha 11 yilning ichida ko'pligan o'zimga loyiq, mushqqa loyiq, hozirgi raislikka loyiq, Ali Kengashga loyiq bizim kadrlar yetilib chiqdi. Mana o'zinglar hozir yig'inda ko'rdinglar. Ben o'ylaymanki, o'zinglarning bugun ko'zinglar yetdi. Mayli Dolquntay bo'lsin, mayli Ershad bo'lsin, yoki hozir vaqtli ijro komitetniki mudir bo'lib saylangan Rustam Xayriyevni olaylik. Ular tayyor, har qanday ishni ip ketadigan tayyor kadrlar. Meniki mushu o'kchi besib kelayotgan, mushu yosh kadrlarniki mushu hozirgi raislik, Ali Kengashning raisligi, belki ijroiy komitetning belki mudiri uning tutuqliq qilib ketadigan ko'zim yetgani uchun bularga belki o'zinglar ko'rdinglar, o'tkazib berdim. İmanım kabul, bular yaxshi ishlaydi. Bizga qaratmaydi.
Endi hazır yig'inda meni uzanlar bo'ldilar. Faxriy rais sayıldı. Hem maslahatçı değil. Ben sayılmasam var. Ben maslahatçı, kolumda kelgiçe maslahat vermem. Kolumdan kelgiçe Kazakistan'a, kolumdan kelgiçe cümleden Kazakistan Uygurlarına hizmet kılmam. Bu benim sayılmamdı. Çünkü her birimiz şuna sayılışımız gerek, işleşimiz gerek. Endi bu medeniyet merkezi Nurun Şaymar'dakimizin kaçta biz özünün şagirdi işildi qancha yıldan beri. Tek qana bu öyleki Uygur halkının birligi, intimaqlığı, Tunguş prezidentimizin aldı koygan maqsadına ulaşış üçün Uygur halkımı bir etnis buluş nemeside, şaraitide köplügen işlerini yasadı. 10 yılda buna bugün gördüğünler Şaymar'dakim özünün isavatını verdi. Isavat vergende qanchalik biz Uygur halkının yaxshi ishlaganligimizni 6 yıl birinci orunda turib ishlab kelayotganimizni tushundirdi. Keyingi bizning ishlarimiz hozirgi prezidentimiz Qasım-Jomart Kemaliy To'qayevning Eng Qozog'iston degan oldi qo'ygan plani bor. Shu planni o'rinlash uchun hozirgi mana Shaymar akamning bizning yoshlashtirish prezidentimizning elimizningki kadrlarini yoshlashtirish, cho'ng xizmatchilarni yoshlantirib, Eng Qozog'istonni qurish, eng ideya bilan xalqimizning mana emgakxo'rligi bilan, bilimligi bilan, angesken birlik intimaqligi bilan Eng Qozog'istonni quramiz deb buni oldi qo'ydi. Buna mushlarni oshirish uchun bizning oldimizga qo'ygan planimiz bor. Shu orqali ishlaymiz. Ya'ni Shaymar akam elimizdan ketmaydi, biroq o'zining cho'ng opiti bor. Opiti bo'lgani uchun bizning qishimizda mana Faxriy Modirov qoldi oldimizda. Shu birga ishlaymiz, birga o'zimiz Uyg'ur xalqining xizmatini qilamiz deb aytayman. Oldimizda birinchi maqsadimiz bizning Qozog'iston xalqining birlik intimog'i, shuning ichida Uyg'ur xalqining birlik intimog'i. Aramızdan chiqayotgan yoshlarımızning bilimdilik, ilimdilik, emgakxo'rlik yoshlarimizni biz oldiga chiqarib ko'taramiz. Shu orqali biz o'zimiz Qozog'iston mamlakatiga cho'ng o'zimizning xizmatni qilamiz deb hisoblayman. O'tkani hozirgi yoshlarimiz ko'plab chiyishilib chiqyapti, biroq ular ramkaning sirtiga chiqamayapti. Shuning uchun bu suning ustiga chiqish uchun ular bilan birga ishlash kerak. Ularni qishimizga tortishimiz kerak. Mayli olimlarimiz bo'lsin, yoshlarimiz chiqayotgan, sportsmenlarimiz bo'lsin, hozirgi o'zimizning korxonchilar bo'lsin, mana artistlarimiz bo'lsin, mana adabiyotchilarimiz bo'lsin, muallimlarimiz bo'lsin, hammasini beshini bir yerga yig'ib, elimizning birlik intimog'i uchun, shuning ichida Uyg'ur xalqining birlik intimog'i uchun hozirgi mana sifrovoy davr kelyapti, mana sifrovoy davr yashayapmiz. Shuning uchun biz yoshlarimizni oldiga ishlab shularni birlashtiramiz. Shaymar akamning bizning qo'yib ketgan maqsadi mushu yoshlar bilan birga yaxshilab ishlanglar. Mana prezidentning sayosini qo'llaganining bir sifatida hisoblayman. Dopalayev Community Forumu dastlabki qatim 12 ayning boshlanishida Cumhuriyetlik Uyg'ur birlashmasining qo'llab-quvvatlashi bilan Smart Point ish markazida bo'lib o'tdi. Forumning maqsadi Uyg'ur yoshlarini milliy madaniyatimizni, tariximizni, san'atimizni olg'a boshlab kelayotgan jamiyatlik tashkilotlar bilan yaqindan tanishtirish bo'ldi. Ish chorada Klava Uyg'ur, Uyg'ur til maktabi, Uyg'ur xoqonligi davridagi qadimiy turk yozma yodgorliklari qatorliq loyihalarning vakillari, rassomlar, har xil jamiyat ishlar faoliyatchilari nutqlik qildi. Shu qatorda Qozog'iston Uyg'urlari to'r televiziyasimi o'z ko'rarmanlar bilan yuzish imkoniyatiga ega bo'ldi. Biz bugün tunji qatam shundoq yoshlar forumini o'tkazyapmiz. Olmut shahrida shundoq Smart Point nomli konferensiya zalida. Bugun bizniki asosiy maqsadimiz har xil mushaqa bizniki Qozog'istonda to'plaba ular o'zlari mushu bizniki Uyg'ur madaniyatimizga, ma'rifatga, sport va boshqa sohalarga bog'liq bo'lgan loyihalarni yurgizyapti. Bizniki shu maqsadimiz bugungi yig'inimizni shu loyihalar bilan tanishtirish. Dopalayev haqida biladigan odamlar bor, bilmaydigan odamlar bor. Shunga biz birinchi o'rinda shu Dopalayevning loyihalari bilan bugun tanishtirdik. Dopalayev Community nomli Uyg'ur yoshlar birlashmasini qurdik. Endi u bizning birlashmamiz shu Qozog'iston Cumhuriyetlik Uyg'ur birlashmasi shu hamkorlikda yurgizildi. Uning raisi Akimjon Garupov. Dopalayev bo'lsa endi shu loyihalarni kelgan yilda mavzu. Undan boshqa biz endi boshqa to'plar bilan biriktirib bir loyihalarni yurgizamiz deb endi ishonchimiz komil.
Şu endi bugün жыгына байып кеткендик asosiy maqsadimiz layıklarga tonishtirish, kelayotgan shu yoshlar bilan bir-biriga tanishish. Chunki bizniki ne talantli Uyg'ur yoshlar bor, bilimli yoshlar, shular bilan bugun biz tanishib, biz ular bilan endi birlikda yangi bir proyektlarni yurgizamiz deb o'ylayman. 5 декабря в Республиканском доме дружбы прошла конференция Совета Ханым-Кызла Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана «Мәдениет Тана, Мәдениет Турпах», который собрал активных представителей Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений с города Алматы, Алматинской, Жетысуйской, Жамбылской областей и других регионов. В мероприятии приняли участие председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Шанаина Зипа Идрисовна, председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, член Улттық Курултай Нурумов Шаймардан Усаинович, заслуженный деятель Республики Казахстан, известная писательница Досжанова Сауле Магазбековна, руководитель управления по обеспечению деятельности Республиканского дома дружбы Алтекова Нурсауле, главный редактор общественно-политической газеты «Уйгур Авази» Эршат Асмятов, председатель Высшего совета Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, председатель Совета Жигитпеши, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Долкунтай Абдулхалил, председатель филиала Республиканского этнокультурного центра в городе Алматы, член АНК Джапаров Абайдула и другие. Модератором конференции выступила председатель Совета Ханым-Кызла Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Санам Биширова. Сөйлесетін мақсатта 2013 жылдан башлап өзінің ұстынлықлаға ұйғыр тіліне, ана тіліне оқытыш программасы ішіне башлаган. Шу ішіне башлаганда мен қазір осы жерде етіп кетмекші болатынын мәрхум, яғни рахмәтлік, hürmetlik әхтерләрне Ахметованың кешнәйден işlerini başlagandı. Şundaqla yanıma елемеді қызы Арзу Имама нахайды. Медаль Сахара награждается Джалилова Дилара Машурова. Медаль Сахара награждается Разиева Кальбинур Аруповна. 2022 yılı 9 dekabrda körneklik Uyg'urshunos, adabiyotshunos, olim, pedagog va jamiyat arbobi, filologiya fanlarining nomzodi Savut Mollaudovning 90 yilligiga bag'ishlangan Adabiyot umrining mazmuni nomli xalqaro duglak ustal bo'lib o'tdi. Duglak ustal maqsadi olimni askilish, uning amgaklarining ba'zi bir masalalarini muhokama qilish, Qozog'iston bilimi va ilmining rivojlanishiga qo'shgan to'hfasini baholash. Duglak ustalga ziyolilar, marhumning kasbdoshlari va urug' tuqqanlari, jamiyatlik tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdi. Вообще традиция, добрая традиция Центра уйгуроведения. Мы проводим такие конференции, посвященные памяти наших выдающихся исследователей. Вот Саутакар Малаудов был, можно действительно сказать, выдающимся исследователем, одним из ведущих исследователей в области уйгурского литературоведения. Его труды вошли в школьную программу, в вузовские программы для наших студентов-уйгуроведов. Вот поэтому, конечно, его наследие очень велико, его нужно изучать, его нужно помнить, знать. И я вот тоже уже об этом говорила, что это скорее нужно для нас, живущих ныне, и особенно для молодежи, чтобы они знали. Her qandaq milletning ulug'log'ini ulug'lovchi olimlar. Haqiqatan olim yo'q millat, bichar millat deb hisoblanadi. Shu uchun bizning tarixiy vatanning sirtida Qozog'iston yashayotgan uyg'urlarning ilmiy tadqiqot olimlarning ma'rifatning yo'lida Sautkamning o'rni bo'lakcha. Sautakam bilan biz 90-cı yıllarda tanışkan edik. Bu vaxtlarda Şarkşunas İnstitutu işleyen vaxtlarda biz köp müracaat kılattık. Her qandaq meselede o bizge məsləhət verdi. 2006 yılı Şəhərlik Mərkəzinin icra müdürü kişini qatqılan çağlarında Saud Akam birinci gündən tatib bizge yer verdi. Şu vaxtda da Aziya bugün gezinin açılışı, birinci sahanın çıxışıға, Tarih telekanalının
açılışına Sağırkam'ın həsine ait çoğun. Hoş gelmeyince biz bunu hiç de unutmayız. 2 декабря при поддержке Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана в городе Алматы во главе с Махинурой Исраиловой прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню людей с ограниченными возможностями. На праздничный обед, прошедший в кафе Махинур, были приглашены особенные дети, их родители и законные опекуны. На мероприятии также выступили известные артисты и аниматоры. По лицам гостей было видно, что все они остались довольны вниманием и праздничной программой. Сегодняшнее мероприятие – это не случайное мероприятие. В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН на 47-й сессии именно провозгласила 3 декабря Днем Международный день инвалидов. Yaqında Ablayxon nomidagi Qozoq xalqaro munosabatlar va dunyo tillari universiteti oliy o'qish o'rnidan keyingi bilim berish fakulteti Sharq filologiyasi kafedrasining uyushtirishi bilan filologiya fanlarining doktori professor Valeriy Maxbirovning 70 yillik tavalludiga bag'ishlangan lingvistikaning zamonaviy tendensiyalari antropocentristik paradigmadan antropologiyalik lingvistikagacha mavzusida xalqaro tugrak ustali bo'lib o'tdi. Uningga turkshunos va sharqshunoslar, o'qituvchilar, magistrlar, doktorantlar, ilmiy tadqiqot institutlarining yetakchi ilmiy xodimlari va ijodiy ziyolilar qatnashib, ko'rnakli turkshunos va sharqshunos peshqadam pedagogning ijodiy ilmiy faoliyati atrofliq mulohaza qilindi. Cumhuriyetlik Uyghur Etnomedeniyet Merkezi yenideki Alimlar Kengeshining raisi Masimjon Veliamov Qozog'iston xalqining birligini, jamiyatlik kelishim ham qozog'istonlik patriotizmni oshirishga qo'shgan ulushi uchun davlat rahbari Qosim-Jomart To'qayevning faxriy yorlig'iga sazovor bo'ldi. Fursatni foydalanib, muborak bo'lsin demoqchimiz. Ряд мероприятий проходит по всей стране с начала сезона подписок на газеты. Одно из таких мероприятий прошло в офисе Уйгурского районного культурного центра, где приняло участие руководство общественно-политической газеты «Уйгур-Авази». В течение встречи активисты высказывали свои идеи и предложения по увеличению количества подписчиков, рассказывали о своей деятельности в настоящее время. В конце мероприятия активисты были награждены благодарственными письмами. Geyistin daha korap karaydı, 16 bin adam geyisini okuyatsa, teatrımız caranlap tutsa, mekteplerimiz Kazakistan'ın menende kolu koyup gelin eti atsa, kanış mısın? Onun için bu şu yakşı etimizi yok etmeyelim. Мы, значит, подписываем очередной. Assalamu alaykum qadrdon ko'rarman. Hozir biz Qutlug' O'zbekiston diyorida ziyoratchimiz. Maqsadimiz O'zbekiston Uyg'urlari haqida atrofli axborot berish. Keyingi sonimizda Toshkent ham Toshkent viloyati haqidagi syujetni to'liqroq ko'ralaysiz. Diqqatingizga rahmat. Ben az 13 gibi oldum. Bazıca bir kakras çıkıştı bitimiz. Xalqlar o'rtasida tinchlik va do'stona qo'shnichilikni mustahkamlash 14-23 oktyabr kunlari Turkiyada arm wrestling bo'yicha dunyo chempionati o'tib, uningga olamning 54 mamlakatidan 1700 dan oshiq sportchi qatnashdi. Mazkur chempionatda Qozog'iston tanlanma komandasi 68 oltin, 66 kumush, 36 bronza medal bilan umumiy komandalik hisobda birinchi o'rinni egalladi. Ya'ni dunyo chempionatiga Qozog'istonning sha'nini qo'g'dash uchun bo'lgan 200 sportchining 170i o'ljilik qaytdi. Ularning qatorida Uyg'ur qizi Taxmina G'ojambardiyeva bor. Shu munosabatdan Taxminaning tug'ilgan juti Uyg'ur nayasi qarashliq Tashqi Qarasu yesida bayramlik ishchara bo'lib o'tdi. Очень трогательно, волнительно было. Тем более первый раз стала чемпионкой мира. Долго готовилась, упорно, усердно готовилась в течение 6 лет. Наконец-то стала чемпионкой мира только на одной руке, на левой. Ощущения сейчас как бы такие трогательные, волнительные.
Еще хочу всех поблагодарить за то, что за организацию, за встречу, за такой прием теплый. Также хочу поблагодарить моих тренеров. Это Алипов Асхат Сарсенбекович, также Ерлан Валиев, Восточно-Казахстанской области, старший тренер. И хочу поблагодарить, они вклали в меня очень много всего. Днем и ночью мы с нами тренировались. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан уйгурлары» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мүшінің білән тамам. Эфирді болған Қазақстан уйгурлары каналы хабарлар программасы. Сәмеми хабарлар біздің каналымызда.